Chekoni yili necha ekan? 2001. 2001. Mana 1 yosh kichkina ekan. Yurgani qancha? Yurgani 150. Nech plyos? 35 bilan savdosi. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 27 ichida, 28 dan so'radi. Nech pul bo'lsa baraka bo'ladi? 30 ga qo'shasiz. Yoqilg'i turi. Benzin yurgan. Xo'p. Qayerlarda ishi bor? Kraska yo'q. Kraskasi toza. Xo'p. Motor hadovoy? Javob. 35. Telefon raqamlar? 99 168 Aha. 06 Qara. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Teko mashinasi ideal holatda turibdi. Bir qo'l minilgan. Mana balonlarning holati. Agar kimki mashinani xarid qilmoqchi bo'lsa, o'zlari uchun kelib tekshirib ko'rib olishlari mumkin. Mashinani salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari o'rtacha holatda. Balonlari yangi qo'yilgan ekan. Mashinani o'rta holati ozroq kraskalar chekkan. Endi bu mashinadan rasmiy kraskani umid qilmasak ham bo'ladi. Teko ishqibozlariga bu videoni jo'natib, like va komment yozishlarini so'rab qolamiz. Zero bu videomiz kengroq tarqalib, manfaatli bo'lishi